sun'iy intellekt yordamida qilinadigan top 5 ta kasbni bir maslahat bersangiz. Moliyachimisiz? Ham moliyani zo'r bilishingiz kerak, ham prompt injiniring zo'r bilishingiz kerak. Bo'ldi. Boshida shunaqa qo'rquv bo'ldi, kimnidir ishini olib qo'yardi boshqa, lekin situatsiya hozir shunga qarab ketyaptiki, odamlar agar AI ni o'rgansa, ish samaradorligi oshadi. Ish samaradorligi oshadi. Bizga shu kerak. Hamma kompaniyaga shu kerak. Ya'ni masalan, men yirik tadbirkorman, AI dan zo'r foydalana olaman. Lekin moliyani tushunmaganim uchun men moliya bo'yicha prompt bera olmasligim mumkin. Lekin moliyani tushungan odam moliya bo'yicha prompt bera oladi. Koding ham xuddi shunaqa. Hali dasturlash bilmagan odam AI bo'yicha mukammal sayt yasaganini ko'rmadik. To'g'ri, landing page'lar qilsa bo'ladi. Lekin kattaroq gigant saytlar qilmoqchi bo'lsangiz, ham dasturlashni bilishingiz kerak, ham AI dan zo'r foydalana olishingiz kerak. Umuman top 5 ta kasb degandan ko'ra men aytaman, har qanaqa kasb mutaxassisimisiz AI ni mukammal o'rganing. Prompt engineeringni. Aytyapman, onlayn, offlayn hamma variant bor. Shunchaki o'rganish kerak, qunt qilib. AI degani bu Google ga o'xshab savol, bunaqa qilsam nima bo'ladi degan gap emas. U yerda promptlar bor. Masalan, ba'zi tasklarni bajarish uchun yuzlab prompt yoziladi. Avval kod yozilgan shunga, endi prompt yoziladi. Yo'q, sen buni xato qilding, men senga bunaqa task berdim deb o'ylayapti. Sizga prompt AI sizga moslashadi. AI datalar bilan ishlashda juda yaxshi bo'ladi. Xuddi shu narsa kerak sizlarga. Yigitlar, hammaga ishoning. Agar kimdir shu suhbatdan keyin chiqib bitta foyda olsa, u ham prompt engineering bo'lsin, eng kamida, tushundinglarmi? Najot ta'lim.